vaziyatda o'zinglar ko'rdinglar. Cobalt haydovchisi mana shu ikkita piyodani xotirjam o'tayotgan piyodani o'tkazib yuborishsin. Xotirjam qarama-qarshi tomonga chiqib bemalol ayni o'tib ketyapti. Bularga ba'ziga hisoblashcha 10 barobar jarima kelyapti. O'chirib beradimi buni? Sudlashsam degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q. Bu yerda sekinlashib, mashina o'tkazib yuborib, keyin o'tkazib bo'lgan holat qarama-qarshi tomonga chiqib ketgan holat emas bu yerda. Bu yugurib chiqsa boshqa gap. O aynan o'tib ketmasa, urib ketishingiz mumkin bo'lsa boshqa gap. O'ylab ish qilib yurayotgan paytda 10 barobar jarima. Men bilan turishini qaranglar keyin mana. Yo'l harakat qoidalari 91-band buzyapti bular. Qatnoq qismini kesmasiga 30 metr yetmasdan oldin to'xtash kerak-ku. Hammasi xalaqit berib turibdi bu yerda. Keyin yana bitta kamchilik, yo'l o'rtasida bitta chiziq chizgan, bitta liniyani. 4 ta tasma bo'ladigan bo'lsa, yoki undan ko'proq tasma bo'ladigan bo'lsa, qator. Yo'l o'rtasida ikkita chiziq chizish kerak. Bu yerda ham kamchilik ham bor. Shuning uchun eslab qolinglar, bitta ish qilishdan oldin o'ylab ish qilinglar, shoshilmanglar va yo'l harakat qoidalariga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.